Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan o'tadigan navbatdagi mavzuyamiz mavzusi assotsiativ konteynerlar, ya'ni set, map, multiset, multimap konteynerlari. Bu konteynerlar bilan avvalgi mavzumizda ham qisqacha tanishib o'tgan edik. Aynan bu mavzumizda to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Mavzumiz rejasi: assotsiativ konteynerlar, set va multiset sinflari, map va multimap sinflari, tartiblangan assotsiativ konteynerlar, tartiblanmagan assotsiativ konteynerlar, Android set va Android multiset sinflari hamda xulosa qismlari bilan tanishib olamiz. Assotsiativ konteynerlar tezkor qidiruv qobiliyatiga ega bo'lgan buyurtma qilingan ma'lumotlar tuzilishini logarifmik asosga ko'ra n murakkablik bilan amalga oshiradi. Assotsiativ konteynerlarga 4 ta konteynerni misol qilishimiz mumkin. Bular set, map, multiset va multimap konteynerlari. Set sinfi kalit bo'yicha tartiblangan noyob kalitlarning to'plami hisoblanadi. Map kalitlarga ajratilgan kalit qiymat juftliklar to'plami hisoblanadi. Bunda kalitlar noyob hisoblanadi. Multiset esa kalitlar bo'yicha tartiblangan to'plam, lekin setdan farqli jihati kalit qiymatlar takrorlanishi mumkin. Multimap ham mapdan farqli ravishda kalitlar takrorlanishi mumkin bo'lgan kalit qiymat juftliklar to'plami hisoblanadi. Set sinfi C++ standart kutubxonasining konteyner sinfidan ma'lumotlar to'plamidan ma'lumotlarni saqlash va olish uchun foydalaniladi. Bunda elementlarning qiymatlari noyob bo'lishi kerak va ular asosiy ma'lumotlar sifatida xizmat qilishi kerak. Ularga ko'ra ma'lumotlar avtomatik ravishda buyurtma qilinadi. To'plamdagi elementning qiymatini to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirish mumkin emas. Buning o'rniga eski qiymatlarni o'chirib tashlab, yangi qiymatlar bilan elementni joylashtirish kerak. Set uchun aniqlangan funksiyalar. Bir nechta funksiyalari mavjud. Setning begin, cbegin, cend, bular aynan iteratorlar bilan ishlovchi funksiyalar hisoblanadi. Avvalgi mavzumizda aytib o'tganimizdek, assotsiativ konteynerlar elementlarga faqat iterator orqali kirishimiz mumkin, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoni mavjud emas. Clear funksiyasi, bu funksiyani ham aytib o'tgandik. Bu konteynerni tozalash vazifasini bajaradi. Count funksiyasi kalitli parametrlar tomonidan berilgan kalitga mos keladigan to'plamdagi elementlar sonini qaytaradi. Ya'ni qandaydir bir elementdan to'plamda necha marta uchrashini mana shu funksiya yordamida aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Qolgan funksiyalarni ham avvalgi mavzularda aytib o'tgandik. Aynan iteratorlar va to'plamga element joylashtirish funksiyalari. Keyingi funksiyalarimiz emplace hint funksiyasi joylashtirishga ishora bilan to'plamga element kiritish vazifasini bajaradi. Empty funksiyasini ham aytib o'tgandik. Bu to'plamning bo'sh yoki bo'sh emasligini tekshiradi. End funksiyasi to'plamdagi oxirgi elementdan keyingi joyga ishora qiluvchi iteratorni qaytaradi. Equal range belgilangan kalitdan kattaroq kalit bilan to'plamdagi birinchi elementga va berilgan kalitdan kattaroq yoki unga teng keladigan to'plamdagi birinchi elementga mos ravishda iterator juftligini qaytaradi. Erase funksiyasi elementni o'chirish vazifasini bajaradi. Find esa qidiruv funksiyasi, ya'ni biror kalit orqali to'plamda elementning bor yoki yo'qligini, uning joylashgan o'rnini topishimiz mumkin. Get allocator to'plamni yaratish uchun foydalaniladigan ajratuvchi obyektning nusxasini qaytaradi. Bu yerda cbegin va cend funksiyalari berib o'tilgan. Aynan iteratorlar bilan ishlovchi funksiyalar hisoblanadi bu. Konteynerning eng dastlabki va eng oxirgi elementlarini olish uchun ishlatiladi. Clear funksiyasi esa konteynerni tozalash vazifasini bajaradi. Buni set orqali bitta misol bilan ko'rib chiqishimiz mumkin. Avval set konteynerning obyektini yaratib oldik, elementlarni butun sonlar bilan belgilab oldik va setga ikkita elementni kiritib oldik. Bu 1 va 2 sonlari. To'plamning kattaligi dastlab size funksiyasi orqali elementlar sonini ekranga chiqarishimiz mumkin. Undan keyin clear funksiyasi orqali to'plamni tozalaymiz va tozalashdan keyingi hajmini chiqarib berishimiz mumkin.
To'plamning dastlabki kattaligi 2 ga teng bo'ldi. Tozalashdan keyingi hajmi esa 0 ga teng bo'ldi. Count funksiyasi berilgan kalitdan to'plamda necha marta takrorlanganligini qaytaradigan funksiya edi. Bunda setning asosiy xususiyati elementlar takrorlanmasligi hisoblanadi. Ya'ni biz bitta elementdan xohlagancha qo'shishimiz mumkin, lekin u to'plamda faqat bir marta takrorlanadi. Bu yerda count funksiyasi orqali bir kalit maydonidan to'plamda necha marta uchraganligini sanab olishimiz mumkin. Keyin esa count funksiyasi 2 qiymatini berdik. To'plamda 2 soni mavjud emas. Shuning uchun 1 ning takrorlanishlar soni bitta, 2 ning takrorlanishlar soni 0 ga teng bo'ladi. Dastur natijasini ko'radigan bo'lsak, saralash kaliti 1 bo'lgan, to'plamdagi elementlar soni bitta bo'ldi. Saralash kaliti 2 bo'lgan elementlar soni esa 0. Ya'ni biz 1 dan 2 marta qo'shishimiz mumkin, lekin to'plam uni bitta son sifatida qabul qiladi. SR begin bu aynan iteratorlar bilan ishlovchi funksiya hisoblanadi. Ya'ni reverse so'zi qo'shilgan, oxiridan hisoblaganda eng dastlabki elementni qabul qiluvchi funksiya. Setga biz 3 ta elementni qo'shib oldik. Bu elementni xohlagan tartibda qo'shishimiz mumkin, lekin baribir to'plamda u saralangan holatda saqlanadi va SR begin funksiyasi to'plamning eng oxirgi elementini qaytarish vazifasini bajaradi. Uni ekranga chiqaradigan bo'lsak, aynan mana shu eng katta qiymatni hosil qilishimiz mumkin. Setning qo'llanilishiga yana bitta misol, har xil sonlar masalasi. Sizga bir o'lchamli massiv berilgan, sizning vazifangiz unda nechta har xil son qatnashganligini topishdan iborat. Ya'ni bir nechta sonlar massivda takrorlangan, bu takrorlanishlarni yo'qotish orqali biz aynan nechta har xil son borligini topishimiz zarur bo'ladi. Biz bu masalani saralash algoritmlari mavzusida ko'rgan edik. Unda aynan massiv elementlarni saralab turib, takrorlanishlarni hisoblab chiqqandik. Buni oddiygina qilib set yordamida hal qilishimiz mumkin. Ya'ni berilgan massiv elementlarni setga joylashtirish orqali uning o'lchamini chiqarib berishimiz mumkin. Bu yerda takrorlanishlar inobatga olinmaydi. Masalamizda avval butun sonlardan iborat to'plam yaratib olamiz va standart oqimdan kiritilgan sonlarni to'plamga joylab borishimiz zarur. Bu yerda insert funksiyasidan foydalanamiz va oxirida setning o'lchamini size funksiyasi yordamida ekranga chiqarib berishimiz mumkin. Dastur natijasini ko'radigan bo'lsak, takrorlanishlar mavjud edi 5 ta son ichida, lekin bu takrorlanishni to'plam bitta element sifatida qabul qiladi va unda aynan 3 ta son hosil qilinadi. To'plam o'lchami esa 3 ga teng. Find funksiyasi belgilangan pozitsiyalardan biror bir element yoki elementlar qatorini yoki berilgan kalitga mos keladigan elementlarni topish vazifasini bajaradi. Ya'ni to'plamdan ixtiyoriy bitta kalit qiymatni izlashimiz mumkin bu funksiya yordamida. Misol sifatida set konteynerini yaratib oldik. Uni iteratorni ham yaratib olamiz. Ya'ni elementlarga murojaat qilish uchun bu yerda iteratordan foydalanishimiz mumkin. To'plamni elementlar bilan to'ldirib olamiz. Elementlar bilan to'ldirganimizda bu yerda aynan arifmetik ifodadan foydalandik. 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni 10 ga ko'paytirish orqali to'plamga qo'shib borishimiz mumkin. Aynan 10, 20, 30, 40, 50 sonlari to'plamda hosil qilinadi va to'plamdan 20 sonini qidiramiz. Bu sonimiz mavjud bo'ladigan bo'lsa, uning adresi mana shu iteratorga o'zlashtiriladi. Va shu adresdagi elementni to'plamdan o'chirib tashlashimiz mumkin. Buning uchun erase funksiyasidan foydalanamiz. Ikkinchi usul ikkalasini o'zgaruvchiga o'zlashtirmasdan to'g'ridan to'g'ri amalga oshirish, ya'ni find funksiyasining natijasini erase funksiyasiga argument sifatida uzatishimiz mumkin. Bu yerda aynan 40 sonini adresini topib, uni to'plamdan o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi va to'plamning qolgan elementlarini iterator orqali ekranga chiqarib beramiz. Natijada ko'rib turganimizdek 20 va 40 o'chadigan bo'lsa, bu yerda 10, 30 va 50
sonlari saqlanib qoladi. Map sinfi har bir element ma'lumotlar qiymati va saralash kalitiga ega bo'lgan to'plamdan ma'lumotlarni saqlash va olish uchun ishlatiladi. Kalit qiymati noyobdir va ma'lumotlarni avtomatik saralash uchun ishlatiladi. Mapda elementning qiymati to'g'ridan to'g'ri o'zgartirilishi mumkin. Kalit qiymati doimiy bo'lib, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Buning o'rniga eski elementlar bilan bog'liq bo'lgan kalit qiymatlarni o'chirish va yangi qiymatlarni kiritishimiz mumkin. Map sinfining turlari va funksiyalari. Map sinfining funksiyalari deyarli set sinfiniki bilan bir xil, faqat undan foydalanish usullari farq qilishi mumkin. Mapga element kiritish. Bunda ham insert funksiyasidan foydalanamiz, faqat set funksiyasidan farqli ravishda aynan ikkita maydonni kiritib olishimiz mumkin. Buning uchun 3 xil usuldan foydalanamiz. Birinchisi to'rtburchak qavs orqali indeks berish usuli, ikkinchisi insert funksiyasi bilan oddiy va sistemli qavslardan birgalikda foydalanishimiz mumkin. Uchinchi usuli make pair funksiyasidan foydalanish mumkin bo'ladi. Mana shu 3 xil usul yordamida mapga elementlarni kiritishimiz mumkin. Elementlarni ekranga chiqarish ham bu yerda setnikidan biroz farq qiladi. Ya'ni mapda ikkita maydon bo'lganligi uchun iteratorda first va second kalit so'zlaridan foydalanamiz. First birinchi maydonni, second ikkinchi maydonni hosil qiladi. Mapda maydonlarni ixtiyoriy toifa bilan berishimiz mumkin. Birinchi misolimizda biz ikkita maydonni ham butun sonli toifa bilan bergan bo'lsak, bu misolimizda ikkala maydonni ham satrli toifa, ya'ni string toifasi bilan berib o'tdik. Satrli toifada map konteynerning obyektini yaratib oldik va 3 xil usulda elementlarni kiritib oldik. Birinchi usulimiz indeks orqali, ya'ni indeks ham satrli toifada bo'ldi bu yerda. Bog'langan qiymatimiz ham xuddi shunday toifada. Hamma elementlarni ekranga chiqarish uchun yana avvalgi misolimizdek iteratordan foydalanamiz. Birinchi va ikkinchi maydonni mos ravishda ekranga chiqarib olishimiz mumkin. Bu misolimizda esa add funksiyasidan foydalanish orqali aynan kalitga bog'langan maydonni topish amali ko'rsatilgan. Ya'ni biz ixtiyoriy kalit maydonni berishimiz mumkin. Shu kalitga bog'langan maydonni add funksiyasi orqali hosil qilib olamiz. Bu yerda pasport ma'lumotlar berilgan. Mana shu pasport ma'lumotlar kimga tegishli bo'ladigan bo'lsa, shu maydonni ekranga chiqarib olamiz. Mana bu xato bo'ladi, sababi bizda bunday kalit maydon mavjud emas. Bu holatda dasturda xatolik yuzaga keladi. Bu xatolikni oldini olish uchun avval xuddi shunday kalit maydoni mapda mavjudmi yo'qmi aniqlab olishimiz kerak va mavjud bo'ladigan bo'lsa, u holda shu funksiya orqali ekranga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Izlash uchun esa find funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Map va multimap konteyner sinf shablonlari va ularning yordamchi shablonlarini belgilaydi. Multimap kutubxonasi aynan map sinfi bilan bir xil hisoblanadi. Faqat farqli jihati kalit maydonlar takrorlanishi mumkin. Ya'ni mapda bitta kalit faqat bir marta uchraydigan bo'lsa, multimapda undan bir necha marta uchrashi mumkin. Multimapga element kiritish ham xuddi map sinfi bilan bir xil bo'ladi, faqat bunda aynan kalit qiymatlarni biz takrorlashimiz mumkin. Mana bu yerda bir xil kalitli ikkita maydon berildi, faqat unga bog'langan qiymatlar har xil berib o'tildi. Bunda ham 3 xil usulda ma'lumotlarni kiritib olishimiz mumkin. Lekin avval bir xil kalit maydonli ma'lumotlarni multimapga joylashtirgan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri indeks orqali bera olmaymiz. Sababi bu indeks aynan qaysi maydonda takrorlanganligini avvaldan aniqlab olishimiz zarur bo'ladi. Multimap elementlarni ekranga chiqarish ham xuddi map sinfiniki bilan bir xil. Birinchi va ikkinchi maydonlarni alohida murojaat qilishimiz mumkin. Multimapda insert va count funksiyalari. Insert element qo'shish vazifasini bajaradi dedik. Count funksiyasi esa aynan biror bir kalit maydondan takrorlanishlar sonini hosil qiladi.
Bu ham xuddi set bilan bir xil foydalaniladi. Count va qavschida kalit maydonining qiymatini berishimiz mumkin va mana shu kalitdan necha marta takrorlanganligini hosil qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Equal range funksiyasi. Equal range funksiyasini ham ma'ruzamizda ko'rib chiqqandik. Bu funksiyaning vazifasi aynan kalit maydonga tegishli bo'lgan elementlarning, ya'ni bog'langan elementlarning ro'yxatini hosil qilish vazifasini bajaradi. Value type, add va insert funksiyalari. Value type funksiyasi aynan berilgan elementning toifasini aniqlash vazifasini bajaradi. Add funksiyasi aynan kalit maydonga bog'langan elementni topish vazifasini bajaradi. Insert esa element qo'shish vazifasini bajaradi. Tartiblanmagan assotsiativ konteynerlar. Tartiblanmagan assotsiativ konteynerlar tezda qidirish qobiliyatiga ega bo'lgan ma'lumotlar tuzilmalarini o'rtacha murakkabligi O1, ya'ni bitta amal yordamida, eng yomon holatda esa ON amal yordamida tashkil etadi. Bularga 4 xil konteynerni misol qilishimiz mumkin. Unordered set, unordered map, unordered multiset va unordered multimap sinflarini misol qilishimiz mumkin. Bu konteynerlar deyarli o'ziga biriktirilgan konteynerlar bilan bir xil, faqat farqli jihati, masalan, setda elementlar tartiblangan holatda, saralangan holatda saqlanadigan bo'lsa, unordered setda elementlar tartiblanmagan holatda saqlanadi. Qolgan qismlari deyarli bir xil hisoblanadi. Bu yerda aynan unordered setga misol ko'rsatilgan, ya'ni elementlarni kiritgan tartibimiz va ekranga chiqarib berishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, bu yerda elementlar tartiblanmadi. Unordered map ham xuddi map sinfi bilan bir xil hisoblanadi, faqat farqli jihati bunda kalit bo'yicha elementlar tartiblanmagan holatda saqlanadi. Lekin bu sinfimiz map konteynerga qaraganda tezroq alohida elementlarga o'z kalitlari orqali kirishlari mumkin. Odatda ularning elementlari to'plami orqali intervallarni takrorlash uchun unchalik samarasiz hisoblanadi. Tartibsiz xaritalar to'g'ridan to'g'ri kirish operatorlarini amalga oshiradi. Bu xaritalangan qiymatga argument sifatida uning asosiy qiymatidan foydalangan holda to'g'ridan to'g'ri kirish imkonini beradi. Bu yerda unordered mapga misol berib o'tilgan. Ikkita maydonini ham string toifasida berib oldik va bir nechta ma'lumotlarni mapga joylab oldik. Undan keyin esa har bitta elementni ekranga chiqarib olishimiz mumkin. Birinchi va ikkinchi maydonlarni bergan holda. Bunda ko'rib turganimizdek, tartiblanmagan holatda ma'lumotlar ekranga chiqariladi. Xulosa qismimiz. Assotsiativ konteynerlarga set, map, multiset va multimap konteynerlarni misol qilishimiz mumkin. Tartiblanmagan assotsiativ konteynerlarga esa unordered set, unordered map, unordered multiset va unordered multimap sinflarini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu konteynerlarning kalitlari noyob, ya'ni takrorlanmaydi, lekin kalitlari takrorlanadigan konteynerlar ham bor. Ular multiset, multimap, unordered multiset va unordered multimap konteynerlari hisoblanadi. Bugungi ma'ruzamiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.